Shimoliy Yevropa. Yo'qab ketgan bayram nuqsig'i. Bugun Rojdestvo bayramining harpisi. Bu ta'til vaqtidan foydalanib o'z davlatiga qaytib, ota-onasini tuyuqsiz xush qilib o'tmoqchi bo'lyapti. Henri va uning ko'chman ota-onasi birlikda Rojdestvo bayramini tabrikladi. Yetib keldik. Biz Shimoliy qutbdagi orol davlat Norvegiyaning Oslo shahriga yetib keldik. Sen kishilarning Rojdestvo buvoy shimoldan kelganligi haqidagi barangni anglaganmi? Shundaqmi? Men faqat boshqalardan anglagan. Men bu qaytib o'liklarni ko'gash, ular bilan birga Rojdestvo bayrami o'tkazmoqchi. Bu, sen bu yerdan davlatingga boradigan liniyani bilamsan. Ikkimiz nurg'un xatarga tavakkul qildik. Meningcha chatoq chiqmaydi. Bo'ldi, amsa Rojdestvo bayraminglarga muborak bo'lsin. Men seni aslab turaman. Men mushu Henri. Biroq biz bayramni o'tkazib bo'libla yana birga safarga otlanamiz, shundaqmi? Kel, meni quchoqlab qo'y. Rojdestvo bayraminglarga muborak bo'lsin. Keyin ko'rishaylik. Rojdestvo bayramiga muborak bo'lsin, Henri. Kel, bibi. Bibi, ota-onamga qandoq sovg'asam bo'lar? Bibi! 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 Meningcha, mening suyimlik Anna qizim chuqumlat kuchukni yaxshi ko'rdi, xo'dayman. Qaraganda mau bo'ldigandek qiladi. Qutqizinglar. Bu yerda qaraydi men. Bibi! Ehtiyot qilinglar! Men o'zim uchishni bilmayman. Chatoq bo'ldi! Chatoq bo'ldi. Men o'zimning yaxshi ushlamaydiganligini bilatdim. Rojdestvo archini toslaq men loyiqasiz bo'lib qolaman. Loji, ketmagin, Loji. Qarab, men cho'qib buzilib qoldi. Chatoq bo'ldi. Shundoq, mening yumaloq cho'qimdek bechora bo'lib qoldi. Loji qichib ketdi. Mening sovg'at xaltamni menga bergin. Endi qanday qilsam bo'lar? Hamma bolalar ularni saqlab o'tadi. Siz Rojdestvo buvoy bo'lamsiz? Shundoq. Sen sovg'ati yo'q Rojdestvo buvoyni ko'rib boqqanmi? Biz sizga yordam qilaylik. Siz ansirmang. Biz sizga xaltani tepib beramiz. Sen menga yordam qilasan? O'zing kim? Men ucharishdi bu. Yura bibi. O'yinchiqni eshik bibi bo'laman. Men ham aqlli ham o'moq. Meni to'niganligi odam yoqtirib qoladi. Chunki men Bibi, daraxtga qara. Biz berib qarab boqaylik. Bu men ko'rgan eng go'zal Rojdestvo daraxti. Tez bo'l bibi. Biz Rojdestvo buvoyning sovg'atlarini qaytarib beraylik. Bibi, tez uyg'on. Biz Rojdestvo buvoyni topaylik. Ehtiyot qil. U nima? U degan g'alati maxluq. Henri menga deb bergan. Norvegiyada nomi bor. G'alati maxluq. Biroq u nimish sirtqa qarab yuguraydi. Ben yotganmidim. Ben yotganmidim. Ağırlaşdı. Ben endi uçunu ham xiyol qilmayman. Hey! Sen bay Rojdestvo buvoyning yendin kelgan bug'i bo'lamsan. Shundoq. Men Loji. Men 100 kilamayman. Loji, to'xtab tur.
Men bu muzdan tüşk geçip, bu muzlarning arasıga bir qitim kirip baqqım ba. Bundaq bolganda men salqındap qalıman. Mening burnumni qizil bo'ladi. Zuna. Loji, ching tut. Mening burnum qiziribdimi? Qiziribdimi yo'q? Kechir, Loji. Burnu yanılı qapqara turdi. Sen nemishki burnuning qisil bo'lishini xohlaysan? Men Nodovning navrinisi bo'laman. O uzoqdan beri Rojdestvo maktabining rahbari. Bu yil o pensiyaga chiqdi. Bu mening o'rniga chiqqandan keyingi birinchi qatimliq bayram. Shundoq. Men Qizilburun Lodovni anglagan edim. O barliq Rojdestvo hikoyalarida chiqdi. O nihoyat yaxshi uchdi. Men undoq ucholmayman. Agar mening burnum qizil bo'lsa, qarmoqqa nihoyat dut ko'rinatdim. Men burnimni qizil rangli bo'yab baqsam, biroq yana uzun turmaydi ekan. Hey, chiroyli qizil qalamga nima beramsan? Ma'qul. Men bek iqtidorsizkanman. Men amal topdim. Nima? Bu amaldek yaxshi ketmay bu. Qani, boshlaylik. Hey, oxirlashdi. Men endi ucholmaydigan bo'ldim. Nima bo'ldi? O'zingni ko'rib baqing bormi? Heliqi musiy unumini ko'rsatdi. Bak qamlashgan bo'lib ketdi. Shundaqmi? Biroq mening burnum qizil bo'lmadi, shundaqmi? Men seni bir hayron qoldiray. Ko'zingni yumg'in. Endi ochsang bo'ladi. Ba! Men muvaffaqiyat qozondim. Mening burnum rostli qizil bo'pti. Men endi ucha oladigan bo'ldim. Mening burnum qiziribdi. Rahmat Veybo. Men berib Rojdestvo boyning archisini yotgay. Asqatdi. Biroq biz uning amaliy ahvolini aytishimiz kerak Veybo. Albatta, biz Rojdestvo boyining sovg'isini olib beraylik. Yura, bebi. Teşvikmi? Oyunçuk dükkanı mı? Shundoq sizga nima kerak? Bana 10 tane futbol, 22 bin konçak, 450 bin poyiz, 1 milyard 690 bin tane kempit gerek. Yeni bir tal kiti oyunçuk gerek. Onda köp mal yok degeniniz neymişse, silahda kançılık var. Loji! Veybo, biz qilaladik. Hammasi mening burnimning to'pisi. Senin burnun hakikaten güzel Loji. Nahayet güzel. Qora rangda. Qara, bu nima degani? Biz faqat muz to'pisiga suzib qo'ydik xolos. Shundaqmi? Bu har qanday afsondan yomon. Sen faqat o'zingga ishonsangla bo'ldi. Meningcha, sening deganing to'g'ri deyman. Kel bebi. Rojdestvo buvay. Veybo, sen qaytib geldin. Rahmet. Uçar iştemi mesele hal kıldı. Toxta, ikkisi az durdu. Rahmet, sen rastilla bana yardım kıldın. Biz qilaladik. Elbette. Ne buldun Veybo? Bugün Rojdestvo bayrami. Men davlatimga qaytib, ota-onam bilan bayram o'tkazsam obdan bo'ladi. Endish qilma. Moldo! Bebi, biz uyga keldik. Sovg'at barka. Rojdestvo boy. Veybo. Apa, dada. Bo'ldiki nima u?
bu yetib ketgan sovg'atga. Afsus, biz sizlarga sovg'at berishga ulguranmidik. Vey bu. Rojdestvo bayramida sen bizni ko'ygili kelding. Mana bu biz uchun eng yaxshi sovg'at, bola. Oh, anam qaranglar. Sizlarga qilingan sovg'at. Pek pichanga. Men Rojdestvo bayramida yaxshi ishlarning yuz berishini eng yaxshi ko'raman. Rojdestvo bayrami kishilarning ko'rishadigan yaxshi fursati. Vey bu, baby. Pranik tayyor bo'ldi. Oo, men siz aytgan tomoqni yeyishga bak amroq. Kichik do'stlar, Rojdestvo bayraminglarga muborak bo'lsin.